Ushbu jangni hatto Cristiano Ronaldo kelib tomosha qildi. Dog'istonlik qaroqchi uchun tajribali Michael Page birinchi haqiqiy jiddiy sinov bo'ldi. Afsonaviy Cristiano Ronaldo ham Sharabuyatni qo'llab-quvvatlashga keldi. Bu uchrashuvda katta e'tibor qaratildi va hamma eng ajoyib jangni ko'rishni, jangchilar oktagonda har bir santimetr uchun kurashishni kutayotgandi. Michael Page har qanday raqib uchun oson o'lja emas. Uning aldovchi harakatlari va sakrab urishlari ko'pchilikka muammo tug'dirgan. Shara Venomning noodatiy jang uslubiga moslasha olmadi va doimiy keraksiz zarbalarni qabul qilardi. Birinchi raundda u raqibini boshiga birorta ham zarba bera olmadi. Michael esa har bir raundda ochilib o'zini juda qulay his qilardi. Bu jangda Magomedov g'alaba qozonsa, katta imkoniyatlar ochilardi. Lekin ishonaman, qaroqchi qaytib keladi va xazinasini oladi. Do'stlar, siz bu borada nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring va like bosib obuna bo'lib ketishni unutmang.